Odam bo'lish qiyin. Bu O'lmas Umarbekov tomonidan yozilgan mashhur asarlardan biridir. Bu asarda insoniylik, halollik, vijdon va hayotdagi to'g'ri yo'lni tanlash kabi muhim mavzular yoritiladi. Asarda jamiyatdagi turli insonlarning hayoti, ularning xarakteri va qiyinchiliklari tasvirlanadi. Muallif inson uchun yaxshi odam bo'lish, halol yashash va vijdon bilan yashash qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Asarda ba'zi odamlar oson yo'lni tanlab xato qilishi, boshqalar esa qiyinchiliklarga qaramay to'g'ri yo'ldan yurish haqida hikoya qilinadi. Inson hayotida uchraydigan turli qiyinchiliklar, sinovlar va tanlovlar tasvirlanadi. Ba'zi odamlar o'z manfaatini o'ylab noto'g'ri yo'lni tanlaydi. Boshqalar esa qiyinchiliklarga qaramay halol va to'g'ri yashashga harakat qiladi. Muallif inson uchun yaxshi odam bo'lish, vijdon bilan yashash, halol mehnat qilish juda muhim ekanini ko'rsatadi. Asar qahramonlari orqali jamiyatdagi turli xarakterdagi insonlar tasvirlanadi. Ularning hayoti orqali inson bo'lish, ya'ni halol, adolatli va mehribon bo'lib yashash oson emasligi yoritiladi. Asarning asosiy g'oyasi shundan iboratki, inson bo'lish katta mas'uliyat. Halollik va vijdon insonni ulug' qiladi. Hayotda to'g'ri yo'ldan yurish har doim ham oson emas. Inson o'z xatti-harakatlari uchun javobgar bo'lishi kerak. Asar o'quvchini yaxshi inson bo'lishga, halol va vijdonli yashashga undaydi. Shuning uchun bu kabi kitob yoshlar tarbiyasida ham muhim o'rin tutadi.